Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun juda muhim masalani tushuntiraman. Yaqinini yo'qotgan oila daf xarajatlari uchun davlatdan oladigan yordam puli, ya'ni daf etish nafaqasi bo'yicha tartib va miqdorlarda o'zgarishlar bor. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki bunday holat qachon va kimning boshiga kelishini hech kim oldindan bilmaydi. Eng og'ir paytda odam hujjat ortidan yugurishga, qaysi idoraga borishni izlashga qiynaladi. Shuning uchun men bugun hammasini oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi amaliy ma'lumotlar bir kun kelib sizga yoki yaqinlaringizga juda kerak bo'lib qolishi mumkin. Avvalo, dafn etish nafaqasi nima ekanini aniq qilib olaylik. Bu pul marhumning qarindoshlariga, ya'ni dafn marosimini zimmasiga olgan shaxsga davlat tomonidan beriladigan bir martalik yordamdir. Bu oylik pensiya emas, ijtimoiy nafaqa emas, har oy to'lanadigan pul emas. Bu faqat bir marta. Marhumni dafn qilish bilan bog'liq xarajatlarni qisman qoplash uchun beriladi. Amalda odamlar ko'pincha marhumning pensiyasidan qolgan pul o'lim puli, dafn puli, yordam puli deb atashadi. Lekin hujjatlarda bu odatda dafn etish nafaqasi yoki dafn xarajatlari uchun bir martalik to'lov sifatida yuritiladi. Oldin qanday edi? Ilgari ko'pchilik bu pulni olish uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga borardi. Qog'oz hujjatlarni ko'tarib yurardi. Ba'zan bir idoradan ikkinchi idoraga yuborilardi. Marhum pensioner bo'lsa, alohida tartib, ishlayotgan odam bo'lsa boshqa tartib, ishsiz yoki ijtimoiy nafaqa oluvchi bo'lsa yana boshqa holat bo'lardi. Eng katta muammo shunda ediki, odamlar qaysi toifaga kirishni bilmasdi. Natijada kimdir vaqtida murojaat qilmay qolardi. Kimdir pul chiqmaydi deb o'ylab umuman so'ramasdi. Kimdir esa hujjat yetishmagani uchun bir necha marta qatnardi. Endi nima o'zgardi? Eng asosiy o'zgarish shuki, yordam puli miqdori oshirilgani haqida pensiya jamg'armasi orqali xabar berilmoqda va fuqarolar endi avvalgidan ko'proq miqdorda daf etish nafaqasini olishlari mumkin. Bunda albatta marhumning maqomi, ya'ni pensioner bo'lganmi, ishlaganmi, ijtimoiy nafaqa olganmi, ish staji bo'lganmi, qaysi tashkilot orqali to'lov rasmiylashtirilishi kerakligi muhim ahamiyatga ega. Men bu yerda eng muhim narsani aytaman. Bu pulni olish uchun o'zi berib yuborishadi deb kutib o'tirmaslik kerak. Ko'p holatda murojaat bo'lishi, ariza berilishi, o'lim haqidagi guvohnoma taqdim qilinishi kerak. Bu masalada birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, dafn etish nafaqasi marhumning faqat eng yaqin qarindoshiga beriladi degan qat'iy tushuncha har doim ham to'g'ri emas. Asosiy mezon ko'pincha dafn marosimini kim tashkil qilgani va xarajatni kim qilganidir. Masalan, marhumning o'g'li chet elda bo'lsa, dafn ishlarini qizi yoki ukasi qilgan bo'lsa, amalda yordam puli shu xarajatni qilgan shaxs nomiga rasmiylashtirilishi mumkin. Lekin buning uchun hujjatlar to'g'ri bo'lishi, arizada holat aniq ko'rsatilishi kerak. Keling, real hayotga yaqin misollar bilan tushuntiraman. Birinchi holat, marhum otaxon yoshga doir pensiya olib kelgan. U kishi har oy pensiyasini bank kartasi orqali olgan. Vafot etgandan keyin oila a'zolari dafn marosimini o'tkazdi. Bu holatda oila pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiladi. Odatda o'lim haqidagi guvohnoma, ariza beruvchining pasporti yoki ID kartasi, bank karta rekvizitlari, marhum bilan qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, bir martalik dafn etish nafaqasi ajratiladi. Miqdor avvalgiga qaraganda oshgan bo'lsa, fuqaro yangi miqdor bo'yicha olishi kerak. Lekin bu yerda eng muhim savol, qaysi sana bo'yicha hisoblanadi? Odatda huquq vafot sanasi va murojaat qilingan kundagi amaldagi tartibga qarab belgilanadi. Shuning uchun men har doim tavsiya qilaman. Eshitdim, oshibdi deb og'zaki gapga ishonib qolmang. Aynan tuman pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki rasmiy manbadan miqdorni aniqlang. Ikkinchi holat, marhum ishlayotgan fuqaro bo'lgan. Masalan, 5 yoshli erkak korxonada rasmiy ishlagan, ish haq olgan, ijtimoiy soliq to'langan. Bunday holatda dafn etish nafaqasi masalasi ba'zan ish joyi orqali, ba'zan tegishli jamg'arma va tashkilotlar orqali hal qilinadi. Oila ko'pincha pensiya jamg'armasiga yuguradi. Lekin u yerdan ish joyiga boring deyishlari mumkin. Bu rad etish emas, bu tartib boshqacha degani. Agar odam rasmiy ishlagan bo'lsa, avval kadrlar bo'limi yoki buxgalteriyaga murojaat qilish kerak. Ularga o'lim haqidagi guvohnoma nusxasi, ariza beruvchining shaxsini tasdiqlovchi hujjati, bank rekvizitlari taqdim etiladi. Agar tashkilot mas'uliyatsizlik qilsa, biz bilmaymiz desa, yozma javob talab qiling. Og'zaki javob bilan qolib ketmang. Uchinchi holat, marhum ijtimoiy nafaqa oluvchi bo'lgan.
Masalan, nogironlik nafaqasi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi olgan shaxs vafot etdi. Bunday vaziyatda ham pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy himoya organlari orqali yordam puli rasmiylashtirilishi mumkin. Bu yerda odamlar ko'p adashadi. U pensioner emas edi, demak hech narsa berilmaydi deb o'ylashadi. Aslida nafaqa oluvchi shaxslar bo'yicha ham dafn etish uchun bir martalik yordam nazarda tutilgan holatlar bo'ladi. Shuning uchun har bir vaziyatni alohida tekshirtirish kerak. 4-holat marhum umuman ishlamagan. Pensiya ham olmagan, nafaqa ham olmagan. Masalan, uy bekasi bo'lgan, rasmiy ish staji yo'q, yoshi pensiyaga yetmagan. Bunday holatda ham oila umuman huquq yo'q deb o'ylamasligi kerak. Ayrim holatlarda mahalla ijtimoiy himoya organlari hokimlik huzuridagi tuzilmalar orqali kam ta'minlangan oilalarga yordam ko'rsatilishi mumkin. Bu aynan pensiya jamg'armasining dafn nafaqasi bo'lmasligi mumkin, lekin boshqa turdagi moddiy yordam bo'lishi ehtimoli bor. Men shuning uchun doim aytaman, birinchi eshik yopilsa masala tugadi degani emas. Mahalla raisi, xotin-qizlar faoli, ijtimoiy xodim, tuman ijtimoiy himoya bo'limi bilan albatta gaplashing. Endi kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda oilasida keksa pensionerlar borlar. Chunki pensiya to'lovlari, oxirgi oy pensiyasi, dafn nafaqasi, bank kartasidagi qoldiq pul, ishonchnoma masalalari bir-biriga aralashib ketadi. Masalan, pensioner vafot etgandan keyin uning kartasiga pensiya tushib qolsa, oila bu pulni ishlatib yuborishi mumkin. Keyin esa ortiqcha to'lov deb qaytarish talab qilinishi ehtimoli bor. Shuning uchun marhum vafot etganidan keyin uning nomiga tushadigan pullarni ehtiyotkorlik bilan tekshirish kerak. Dafn nafaqasi boshqa, vafotdan keyin noto'g'ri tushgan pensiya boshqa masala. Ikkinchi e'tiborli bo'lishi kerak bo'lganlar. Chet elda ishlayotgan farzandlari bor oilalar ko'p hollarda ota-onani qishloqda qarindoshlar dafn qiladi, farzandlari keyin keladi. Hujjatni kim topshiradi? Pul kimga chiqadi? Agar farzandlar kelolmasa kim ariza beradi? Bu savollarni oldindan bilish kerak. Ariza beruvchi shaxs dafni tashkil qilganini tushuntira olishi, marhumning o'lim guvohnomasini olishi, o'zining shaxsini tasdiqlashi va bank hisob raqamini ko'rsatishi kerak bo'ladi. Agar qarindoshlar o'rtasida kelishmovchilik bo'lsa, pulni olish ham kechikadi. Shuning uchun hujjatlarni tartibli yuritish juda muhim. 3-e'tiborli guruh nikohi rasmiylashtirilmagan, lekin birga yashagan oilalar. Masalan, xotin yillar davomida birga yashagan, lekin nikoh guvohnomasi yo'q. Vafotdan keyin sherigi dafn xarajatini qiladi. Lekin qarindoshlar sen rasmiy turmush o'rtog'i emassan deb qarshi chiqishi mumkin. Bunday holatda dafn xarajatlarini aynan kim qilgani isbotlash masalasi paydo bo'ladi. Cheklar, qabriston bilan bog'liq to'lovlar, marosim xarajatlari, hujjatlari mahalla ma'lumotnomasi yordam berishi mumkin. Men odamlarga maslahat beraman. Bunday og'ir vaziyatda ham imkon qadar asosiy xarajatlar bo'yicha dalil saqlang. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar sizning qo'lingizda o'lim haqidagi guvohnoma bo'lsa, marhumning maqomi aniq bo'lsa, ariza beruvchi shaxs hujjatlarni tayyorlagan bo'lsa, qo'rqadigan narsa yo'q. Bu yordam puli kimningdir shaxsiy iltimosi bilan berilmaydi. Qonuniy asos bo'lsa berilishi kerak. Siz xodimdan iltimos qilib emas, o'z huquqingizni so'rab borasiz. Lekin huquqni talab qilish uchun tartibni bilish kerak. Endi eng ko'p uchraydigan xatolarni aytaman. Birinchi xato muddatni o'tkazib yuborish. Ko'p oilalar marosimlardan keyin 1-2 oy o'tib, keyin eslaydi. Ba'zi to'lovlar bo'yicha murojaat qilish muddati cheklangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun vafotdan keyin hujjatlar tayyor bo'lishi bilan murojaat qiling. Hech bo'lmaganda telefon qilib yoki borib, menda shunday holat, qaysi muddat ichida ariza berishim kerak deb so'rang. Ikkinchi xato, hujjat nusxalarini olib bormaslik. Odam bitta o'lim guvohnomasi bilan boradi, keyin pasport kerak bo'ladi, keyin karta rekviziti so'raladi. Keyin qarindoshlik hujjati kerak bo'ladi. Natijada 3-4 marta qatnaydi. Men tavsiya qiladigan minimal papka shunday: marhumning o'lim guvohnomasi, ariza beruvchining pasporti yoki ID kartasi, marhumning pasporti bo'lsa uning nusxasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat, bank karta yoki hisob raqam rekviziti. Agar marhum pensioner bo'lsa, pensiya guvohnomasi yoki pensiya ma'lumotlari, agar ishlagan bo'lsa, ish joyidan ma'lumot, agar nafaqa olgan bo'lsa, tegishli hujjat. Hamma hujjatning aslini va nusxasini olib boring. 3-xato, og'azdagi rad javobiga ishonib ketish. Sizga chiqmaydi, sizga tegishli emas, bunday pul yo'q, keyinroq keling deyishsa, albatta muloyim tarzda yozma javob so'rang. Yozma javob bo'lsa,
keyin yuqori tashkilotga murojaat qilish mumkin. Og'zaki gapni esa isbotlash qiyin. Men bu yerda janjal qiling demayman. Aksincha, madaniyatli, aniq va hujjat bilan gapiring. Iltimos, arizamni qabul qilib, natijasi bo'yicha yozma javob bering. Deyishning o'zi ko'p masalani joyiga qo'yadi. 4-xato marhumning bank kartasidan foydalanish. Vafot etgan odam nomidagi karta huquqiy jihatdan juda ehtiyotkor masala. Agar u kartaga pensiya tushgan bo'lsa, pulning qaysi davr uchun tushgani aniqlanishi kerak. Vafotdan oldingi davr uchun hisoblangan pul meros tarkibiga kirishi mumkin. Vafotdan keyingi davr uchun noto'g'ri tushgan pul esa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun karta PIN kodini bilaman deb darrov yechib olish to'g'ri emas. Bank va pensiya jamg'armasi bilan maslahatlashib, qonuniy yo'l bilan rasmiylashtirish kerak. 5-xato. Yordam puli faqat bo'y yoki tanishi bor odamlarga chiqadi deb o'ylash. Yo'q, agar sizda huquqiy asos bo'lsa, bu pul sizniki, tanish bilish kerak emas. Kerak bo'ladigan hujjat, ariza va tartibni bilish. Aksincha, tartibni bilmagan odamlar puldan bexabar qolib ketadi. Endi istisnolar va nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, marhumning oxirgi yashash joyi va ro'yxatdan o'tgan joyi boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, odam Toshkentda yashagan, lekin doimiy ro'yxati Farg'onada. Dafn esa Samarqandda bo'lgan. Qaysi tuman bo'limiga borish kerak? Bunday holatda marhumning pensiya ishi qayerda yuritilgan, u qayerdan pensiya yoki nafaqa olgan? Qaysi hududda ro'yxatda turgan degan savollar muhim bo'ladi. Shu sababli birinchi navbatda marhumning pensiyasi qaysi pensiya jamg'armasi bo'limi orqali to'langani aniqlang. Ikkinchi nozik jihat. Marhum bir vaqtning o'zida bir nechta maqomga ega bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner bo'lib turib ishlagan. Bunday holatda to'lov qaysi tartibda beriladi? Bu masala hujjatlar asosida aniqlanadi. O'yla o'zi taxmin qilmasin. Pensiya jamg'armasi va ish joyi bilan bir vaqtda bog'lanib, qaysi tashkilot to'lovni amalga oshirishini aniqlash kerak. 3-nozik jihat, dafnni qarindosh emas, qo'shni yoki tanish tashkil qilgan bo'lishi mumkin. Bu ham hayotda uchraydi. Masalan, yolg'iz yashagan pensioner vafot etadi. Uni qo'shnilari dafn qiladi. Bunday holatda mahalla dalolatnomasi, dafn xarajatlarini kim qilgani haqidagi ma'lumot guvohlarning tasdiqlashi kerak bo'lishi mumkin. Bu murakkabroq holat, lekin umuman imkonsiz emas. 4-nozik jihat, marhumning qarindoshlari o'rtasida nizo bo'lsa, masalan, 2 farzand bor, biri dafn qilgan, ikkinchisi pulni men olaman deydi. Bunday vaziyatda idora odatda kimning hujjati to'liq, kim xarajat qilganini asoslay oladi, shunga qaraydi. Agar nizo kuchli bo'lsa, masala cho'zilishi mumkin. Shuning uchun oilaviy kelishuvni yozma shaklda qilish ham foydali bo'ladi. Masalan, boshqa farzandlar dafn xarajatlarini falonchi qilgan, to'lovni uning nomiga rasmiylashtirishga e'tirozimiz yo'q deb ariza berishi mumkin. 5-nozik jihat, miqdor oshgani hammaga bir xil summa avtomatik tushadi degani emas. To'lov miqdori normativ hujjatlardagi hisoblash mezoniga bog'liq bo'ladi. Ba'zi yordam pullari bazaviy hisoblash miqdori, ba'zilar eng kam pensiya yoki boshqa ko'rsatkichlarga bog'lanadi. Shu ko'rsatkich oshsa, yordam miqdori ham oshadi. Lekin aynan qaysi sana va qaysi toifa bo'yicha hisoblanishi muhim. Shuning uchun men har bir tomoshabinga aytaman. Rasmiy manbani tekshiring, tuman bo'limidan aniqlang, keyin ariza bering. Endi amal yo'l yo'q. Birinchi qadam. O'lim haqidagi tibbiy ma'lumotnoma asosida FHDYO organidan o'lim haqidagi guvohnomani oling. Bu asosiy hujjat. Guvohnomasiz keyingi jarayonlar yurmaydi. Ikkinchi qadam, marhumning maqomini aniqlang. U pensionermidi, ishlayotganmidi? Nafaqa olarmidi? Yakka tartibdagi tadbirkormidi, umuman ishlamaganmidi? 3-qadam, to'lovni qaysi tashkilot rasmiylashtirishini aniqlang. Pensioner bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limi, ishlagan bo'lsa, ish joyi. Nafaqa oluvchi bo'lsa, tegishli ijtimoiy organ yoki pensiya jamg'armasi, kam ta'minlangan holat bo'lsa, mahalla va ijtimoiy himoya organlari bilan bog'laning. 4-qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Ariza beruvchining pasporti yoki ID kartasi, bank rekviziti, o'lim guvohnomasi, qarindoshlik hujjatlari, marhumning pensiya yoki ish joyi ma'lumotlari, kerak bo'lsa mahalla ma'lumotnomasi. Bank rekviziti deganda faqat kata raqamini aytib berish yetarli bo'lmasligi mumkin. Bankdan hisob raqami, MFO, STR kabi rekvizitlar kerak bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun bank ilovasidan yoki bank filialidan to'liq rekvizit oling. 5-qadam, ariza yozing. Arizada falonchi fuqaro vafot etgan munosabati bilan daf etish xarajatlari uchun qonunchilikda belgilangan bir martalik nafaqani
tayinlab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Unda marhumning FI, tug'ilgan sanasi, vafot sanasi, ariza beruvchining FIsh, telefon raqami, manzili, bank rekviziti ko'rsatiladi. Agar daf xarajatlarini aynan siz qilgan bo'lsangiz, buni ham yozing. Arizani 2 nusxada topshirish foydali. Bittasi idorada qoladi. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va kirim raqamini qo'ydirib o'zingizda saqlaysiz. 6-qadam, javob muddatini nazorat qiling. Ariza berdim, bo'ldi deb unutib yubormang. Qaysi kunda ko'rib chiqiladi? Qachon to'lanadi? Qaysi hisob raqamga tushadi? Buni so'rab biling. Agar belgilangan muddatda javob bo'lmasa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Hozir ko'plab idoralarda ishonch telefonlari, rasmiy saytlar, elektron murojaat tizimlari bor. Telefon orqali gaplashganda ham kim bilan gaplashganingizni, sanani yozib qo'ying. 7-qadam, to'lov tushgandan keyin ham hujjatlarni tashlab yubormang. Kamida bir necha yil saqlab qo'ying. Chunki keyinchalik pensiya ortiqcha to'lovi, meros masalasi, bank hisoblari, qarindoshlar o'rtasidagi kelishmovchilik bo'lishi mumkin. Hujjat bor odamning gapi kuchli bo'ladi. Men yana bir muhim masalaga to'xtalmoqchiman. Dafn etish nafaqasi oshgani yaxshi yangilik. Lekin bu pul real dafn xarajatlarining hammasini qoplaydi deb o'ylamaslik kerak. Bugungi kunda qabriston, transport, kafan, taxta marosim, oziq-ovqat, uzoqdan kelgan qarindoshlar, diniy marosimlar kabi xarajatlar oilaga katta yuk bo'ladi. Davlat yordami shu yukning bir qismini yengillatadi. Shuning uchun bu pulni olishdan uyalish kerak emas. Bu sadaqa emas, bu qonunda belgilangan ijtimoiy kafolat. Oila og'ir kunda davlatdan olishi mumkin bo'lgan yordamni olishi tabiiy. Ayrim odamlar bitta yordam puli uchun idoraga borishga arziydimi deydi. Men ekspert sifatida aytaman, arziydi. Birinchidan, bu sizning huquqingiz. Ikkinchidan, bugun hujjatni to'g'ri yuritsangiz, ertaga boshqa masalalarda ham tartib bo'ladi. Uchinchidan, har bir oilaning iqtisodiy holati har xil. Kim uchundir bu pul kichik ko'rinishi mumkin. Kim uchundir esa qarzini yopishga, marosim xarajatlarini kamaytirishga, bolalarga oziq-ovqat olishga yordam beradi. Yana bir savol, yordam puli oshgani sababli oldin olganlar farqini talab qila oladimi? Bu juda nozik masala. Agar siz eski miqdor amalda bo'lgan vaqtda olib bo'lgan bo'lsangiz, keyin oshgan summa avtomatik tarzda qayta hisoblab beriladi deb o'ylamaslik kerak. Odatda to'lov huquq paydo bo'lgan vaqtdagi amaldagi me'yor asosida belgilanadi. Lekin agar arizangiz ko'rib chiqilayotgan paytda yangi tartib kuchga kirgan bo'lsa yoki sizga noto'g'ri miqdor hisoblangan deb o'ylasangiz, yozma ravishda qayta hisob kitobni so'rashingiz mumkin. Buning uchun menga tayinlangan dafn etish nafaqasi miqdori qaysi normativ hujjat asosida va qanday hisob kitob bilan belgilangani yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Shunda aniq javob olasiz. Xulosa qilib aytaman. Dafn etish nafaqasi bo'yicha tartibni bilish har bir oilaga kerak. Miqdor oshgani oilalar uchun qo'shimcha yengillik, lekin pul o'z-o'zidan kelib qolmaydi. Hujjatlarni idoraga murojaat qilish, arizani yozma topshirish va javobni nazorat qilish kerak. Ma'lum pensioner bo'lsa pensiya jamg'armasi bilan, ishlagan bo'lsa ish joyi bilan, nafaqa olgan bo'lsa tegishli ijtimoiy organlar bilan. Og'ir ijtimoiy holat bo'lsa mahalla va ijtimoiy himoya bo'limi bilan ishlash zarur. Agar siz yoki tanishlaringiz shunday holatga duch kelgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hududdansiz? Hujjat topshirishda qanday muammoga uchradingiz? Pulni olish qancha vaqt oldi? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam beradi. Videoni yaqinlaringizga yuboring. Like bosing va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, moddiy yordam va fuqarolarning bilishi shart bo'lgan ijtimoiy to'lovlar haqida yana aniq, oddiy va foydali ma'lumotlar berishda davom etaman.